Assalomu alaykum. Inson sha'ni qadr topayotgan yurtimizda vatandoshlarimizning xorijga borib ishlab kelishlari uchun ko'plab sharoitlar yaratilmoqda. Bu sohada islohotlar amalga oshirilmoqda. Suhbatdoshimiz viloyat migratsiya agentligi rahbari, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, professor Nozima Xoliqova bilatlar. Nozima Xoliqova 2014-yili Buxoro davlat universitetining bakalavr bosqichini, 2016-yili magistratura bosqichini imtiyozli diplom bilan tugatib, filolog, ingliz mutaxassisligini oldi. U 2016-2021-yilda Buxoro davlat universiteti professor o'qituvchisi, 2021-23-yilda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi hududiy rahbari hamda 2023-yilda Buxoro viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishladi. Nozima Xoliqova turli nodavlat grant loyihalarida faol ishtirok etib, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi ishtirokchisiga aylandi. Hozirda viloyat migratsiya agentligi rahbari sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Nozimaxon, mana siz 33 yoshda ekansizda, lekin mana shu yoshingizda rahbar bo'lib ishlashga ham to'g'ri kelgan ekan. Mana migratsiya agentligi rahbari bo'lib ishga kelganingizdan keyin mana shu sohada qanaqa bir islohotlar amalga oshirildi? Men bu sohaga juda ham qiziqishim baland bo'lib, o'zim xohlab shu sohani tanlab ishga kirganman, chunki asosan xorijiy ish beruvchilar bilan bevosita muloqot olib boriladi. Ya'ni bizani hamyurtlarimiz uchun, mana ishsiz yurgan fuqarolarimiz uchun qanaqa sharoitlar qilib beradi, ularni haq-huquqlari, inson qadri, taqdiri yotadi bu jarayonda. Shu uchun ham juda ham qiziqganman va doimo mana shu inson manfaatlarini himoya qiladigan darajada o'sha ish beruvchilar bilan suhbat qilish doimiy bu mening maqsadim, orzuyim bo'lgan va mana shu migratsiya agentligida ishlarimni deymizmi, orzularimni deymizmi, ro'yobini amalga oshirayapman desak bo'ladi. Bu sohaga kelib birinchi qilgan ishim ko'plab hozirgi kungacha ham xorijiy ish beruvchilar bilan muloqot deyarli har kuni olib boryapmiz va imkoni boricha bepul o'quv kurslarini, ya'ni tilga kasbiy o'qitishlarni tashkil qilyapmiz. To'g'ri, oldinlari ham bunaqa jarayonlar bo'lgan, lekin men kelganimdan keyin men o'ylaymanki, yanada ko'proq bu narsaga urg'u berilyapti va bundan tashqari avvallariga nisbatan hozirgi kunda har kunlik mehnat tanlovini biz joriy qildik. Ya'ni xohlagan ishsiz fuqaromiz kelib, o'sha o'ziga yoqqan ishni tanlab, shu kunning o'zidayoq ishga joylashish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Buning uchun mana eng kam oylik ish haqi $800 qilib belgilab berilgan bizga va mana shu oylik maoshdan yuqori bo'lgan daromadni biz o'sha oylik maoshni taklif qilyapmiz va migrantlarimiz, ya'ni o'sha hamyurtlarimiz shu kunning o'zidayoq ro'yxatdan o'tib, ya'ni ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilib ishga joylashlar mumkin bo'ladi. Yana bir afzallik tomoni, hozirda demak bandlik markazlarida, demak tuman shahar bandlik markazlarini o'zida biz tashkil qilyapmiz. Ya'ni shaharga kelib qatnab emas, o'sha joyni o'zida ham har kunlik o'sha mehnat tanlovlariga ishtirok etib, ro'yxatga olish jarayoni o'sha joylarda ham amalga oshirilyapti. Nozimaxon Xoliqova bilan qariyb 10 yillardan buyon tanishmiz. Nozimani faoliyatidagi, ishidagi tashabbuskorligi, fidoyiligi, sadoqatliligiga doim qoyil qolib kelaman. Albatta, oliy ta'lim tizimida bunaqa xodimlarning borligiga o'sha paytda xursand bo'lganman. Keyinchalik esa ko'pgina ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda uchrashdik. Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasida rahbar o'rinbosari vazifasida ishlagan paytlarida aynan ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha maktablar, bog'chalardagi mana shu yo'nalishdagi faoliyatga u kishi javobgar mas'ul shaxs sifatida faoliyat yuritdilar va shu paytda men ayniqsa u kishi bilan ko'proq tadbirlarda birga bo'ldim. Albatta, bu tadbirlarda u kishining jamoani jipslashtira olish, ma'lum bir maqsad sari yo'naltira olish va shu bilan birgalikda respublikamizda joriy etilayotgan islohotlarni to'g'ri ularga yetkazish salohiyatining yuqori ekanligiga guvoh bo'ldim.
Bundan albatta juda ham xursand bo'lamiz. Ayniqsa biz o'rta yoshdagi kadrlar rahbariyatda aynan mana shunday zaxiraning yetishib chiqayotganligidan o'sha paytda albatta to'g'ri tanlovlar qilinganligiga guvoh bo'lganman-da. Va bundan tashqari Nozimaxon bilan maktablarda ma'naviyat sektorlarining tashkil etilishi jarayonlarida bir nechta tumanlarda birga bo'ldik va o'sha yerda ham biz maktablardagi ma'naviy ma'rifiy ishlarni to'g'ri yo'naltirish masalasiga u kishining jiddiy e'tibori qaratilganligini ko'rdim. Davlatimiz rahbari ma'naviyat sektorini har bir maktab, har bir bog'cha, tashkilot, oliy ta'lim muassasasida joriy etilishini, rivojlantirilishini qo'llab-quvvatlab kelyaptilar va har bir tizimda agarda mana shu Nozimaxonday kadrlar agarda rahbar bo'lib, mas'ul bo'lib faoliyat ko'rsatadigan bo'lsa, bu albatta davlatimiz rahbari ilgari surayotgan siyosatni ijobatini, joylardagi ijobatiga kafil bo'ladi deb o'ylayman. Nozimaxon, mana bir necha yillar ilgari siz prezidentimiz nazarlariga tushgan edingizda, mana shundan keyin hayotingizda qanaqa bir o'zgarishlar sodir bo'ldi? Prezidentimiz bilan 100% ilk marotaba Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olayotgan vaqtimda ko'rishganman. Shunda ilmiy tadqiqotchi doktorant bo'lganman. Ya'ni eng yosh tadqiqotchi doktorant 27 yoshimda edim. Shunda endi himoyaga chiqish arafasida edim va o'sha yurtboshimiz bilan ko'rishib ko'rganimizda shunga mukofotni o'zlari taqib qo'ygan paytlari har bir qizga alohida bir tilak bildirardilar-da. Menga doktor, professor bo'ling qizim deb mana shunaqa tilak bildirganlaridan keyin juda ham bir xursand bo'lib, endi aniq doktor bo'lishim kerak, professor bo'lishim kerak degan bir ilhom bilan qaytganman va tez fursatlarda mana ilmiy ishlarimni yo'qlab, dotsentlik, professorlik ilmiy unvonlarini qo'lga kiritdik. Shogirdlar bilan birgalikda ilmiy mavzularda, jumladan sun'iy intellekt bo'yicha o'sha xorijiy tillarni o'rgatish yuzasidan ham ilmiy tadqiqotlar olib boryapmiz va mana shu menga juda ham katta motivatsiya, turtki bo'lgan. Undan so'ng 2021-yilda prezidentimiz bilan yana bir marotaba 100% ko'rishish baxtiga muyassar bo'lganman va shunda ham demak o'zimni o'sha yaratib berilgan sharoitlardan unumli foydalanib erishgan natijalarimni aytganimdan so'ng unda yana bir marotaba hurmatli prezidentimiz ruhlanib ketib, mana "Oy, молодец qizim" deb aytuvdilar va shunda xorijiy tillar agentligi rahbar lavozimida Buxoro viloyatida tavsiya bergandilar va shu tavsiyalar asosida shu lavozimda tez orada ish faoliyatimni boshladim va 2 yil davomida shu agentlikka rahbar lavozimida ishlab, mana Buxoro viloyatida xorijiy tilni bilish darajasida o'qituvchilar bilan birgalikda hamkorlikda ishladik va shu natijaga erishdikki, ya'ni Buxoro viloyatida xorijiy til o'qituvchilari xorijiy tilni bilish darajasi 1-o'ringa chiqdi va bu bilan biz juda ham faxrlanamiz. Albatta bu jamoaviy ish, yagona bir inson emas, ya'ni butun bir jamoa hamkorlikda hamma mana shu prezidentimiz topshiriqlari deb hamma birlashib tashkilotlar hamkorlikda juda ham yaxshi natijalar qildik. O'quv kurslar tashkil qildik. Tumanlarni o'zida yaxshi malakali shahardan yaxshi ustozlarni demak chekka hududlargacha olib borib o'sha yerlarga kurslar tashkil qilindi va shu borasida yaxshi ishlarni amalga oshirib keldik. Nozima Xoliqova 2020-yil Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga fan yo'nalishi bo'yicha sazovor bo'ldi. 2021-yilda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini oldi hamda dotsent ilmiy unvonini qo'lga kiritdi. Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi bo'yicha professor ilmiy unvoniga sazovor bo'ldi. Hozirgi ishlab turgan jarayonida ham biz birgalikda hamkorlikda faoliyat olib boryapmiz. Mana yaqindagina Kaspiy ko'nikma markazida chet elga ishga boradiganlar bilan birgalikda ularni yuboradigan firmalar bilan va biz Ma'naviyat va ma'rifat markazi Buxoro viloyati bo'limi bilan hamkorlikda tadbir tashkil etdik va Nozima menga o'sha yerda katta bir vazifani topshirdi. Albatta bu vazifa davlatimiz rahbarining ma'naviyat va ma'rifat sohasiga bildirgan ishonchlaridan kelib chiqqan ekanligini tushunaman. Ya'ni kim chet elga ishlashga borayotgan fuqarolarimizni milliylik vaksinasi bilan qurollantirib jo'natish masalasiga e'tiborimizni biz qaratdik. Ularga
har qayerda ishlamasin, qayerga borib o'qisa ham, tijorat bilan, sayohat bilan borgan taqdirda ham bir yaxshi narsani O'zbekistonga, yurtiga, vataniga o'rganib kelsin, bu yerda o'shani joriy qilsin va hech qachon O'zbekistonni unutmasin. Vataniga sodiq farzand bo'lsin. Boshqa davlatlardagi mavjud turli xil muammoli vaziyatlardan xulosalar chiqarishsin, shukronalar qilishsin, ota-onalari farzandlarini albatta kelajagini o'ylab, ularning yaxshi hayot kechirishi uchun ketayotgan ekan, yana qayta O'zbekistonda biz ularni kutishimizni va albatta u yerdan, boshqa davlatlardan O'zbekistonning rivojlanishi uchun mahallasi, tumani, viloyatini obro'yini, nufuzini ko'taradigan g'oyalar, tashabbuslar bilan kelishlariga biz ularni da'vat qildik va men o'ylayman, o'sha kuni juda ham katta ta'sirot bilan migrant bo'lish niyatida bo'lganlar, sayohat, tijorat, o'qish sababli boshqa davlatlarga ketmoqchi bo'lganlar o'zlariga yaxshigina xulosalarni chiqarishdi. Nozmaxon, ma'lumki ilgari mana shu aholi o'z boshimchalik bilan o'sha xorijiy davlatlarga, chet davlatlarga borib, anchayin bir tazyiqlarga uchraganda, hozirda mana shu siz faoliyat yuritayotgan mana shu sohada, agentlikda mana shu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Demak, avvalambor fuqarolarimizga o'sha tartibli, xavfsiz migratsiyani tizimini to'liq tushuntirish vazifasi yuklatilgan, ya'ni oddiy o'zi borgandan biza orqali yuborilganini afzalliklarini ko'rsatib berib bilishimiz kerak. Ya'ni uni xavfsizligi qanaqa darajada ta'minlanadi, uni qanaqa imtiyozlari mavjud. Biza mana shu mehnat tanlovlari e'lon qilingan paytimizda mana shu mehnat tanlovlari o'tgandan keyin ularga bitta tushuntiramiz. Ya'ni qanaqa afzalligi bor buni. Demak, buni oldingi o'sha ma'ruzalarda ham aytib o'tgandim, yana bir bor takrorlashim mumkin. Demak, migratsiya orqali ketgan fuqarolarimizga biza har qanday holatda ularni qo'llab-quvvatlovchi shartnoma birinchi o'rinda imzolanadi. Ya'ni shartnoma imzolangan fuqaro bizani xorijda ish.uz platformasida qayd etiladi va mana shu qayd asosida biz ularning statistikasini yuritamiz va mana shu statistika asosida kerak bo'lsa o'quvlarga jalb qilinadi. Ya'ni qora ishchi bo'lib emas, ya'ni mutaxassis sifatida borishiga biz yaqindan ko'maklashamiz, ya'ni kasbga va tilga o'qitishga mana hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ko'maklashamiz va o'qishni yakunlagan yaxshi mutaxassis sifatida biz chet davlatga ishga yuboramiz va ishga yuborilgan taqdirda ham maksimal darajada mana shu xarajatlarni qoplab berishga harakat qilamiz. Ya'ni aviachipta xarajatlari yoki mana yotoqxona xarajatlari, ovqatlanish xarajatlari va hokazo yaqindan harakat qilamiz. Albatta bu o'sha ish beruvchi tomonidan qoplab beriladigan xarajatlar hisoblanadi va buni har bir ish beruvchiga bog'liq bo'lgan jarayonlar. Ish jarayonida sodir bo'ladigan har qanday holatlarda migratsiya kafolatlaydi, ya'ni ish beruvchi tomonidan har xil bosim bo'lmasligi, ya'ni pasporti olib qo'yilish shunaqa holatlari bo'lgan. Mana shu kabi holatlar oldini olish bo'yicha, fuqarolarimizga to'g'ri munosabat muomala qilish bo'yicha, ularni huquqiy, ijtimoiy ko'maklashish bo'yicha, ya'ni qiyin ahvolda tushib qolganda, mana ishdan ayrilib qolgan jarayonlar bo'lishi mumkin. O'sha jarayonlarda bepul uy-joy bilan bir oygacha ta'minlab berish, ya'ni $50 mana moddiy mablag' ajratib berish, tibbiy sug'urta va hokazo, ya'ni advokatlik xizmatlari ham mavjud, bir martalik, ya'ni o'sha mojaroviy holatga tushib qolsa va hokazo bir qator imtiyozlar mavjud va mana shu imtiyozlarga biz qo'llashimiz uchun ham tartibli migratsiya orqali u fuqarolarni xorijga jo'natgan bo'lishimiz kerak. Mana shu tartiblarni barcha fuqaroga yetkazib bersak, biza demak hamma bundan ogoh bo'lsa, men aminmanki hamma tartibli migratsiya orqali borishga intiladi. Nozmaxon, shu vaqtgacha qancha aholi mana shu tartibli ro'yxat bo'yicha xorijga uzatildi va ularning necha foizi hozirgi kunda o'sha yerda mehnat qilib kelishyapti? Hozirgi kunda 92 mingdan ziyod fuqarolarimiz, demak, uzoq muddatli mehnat migrantlari hisoblanadi. Yil kesimida aytadigan bo'lsak, 2024-yilda 11 mingdan ziyod fuqarolarimiz manzilli va tashkiliy tarzda yuborilgan va biza hozir 2025-yil haqida gapiradigan bo'lsak, demak 3 mingga yaqin fuqarolarimiz hozirgi kunda tashkiliy hamda manzilli xorijga ishlashga jo'natilgan, ya'ni yuqori daromadli ishlarga yuborilgan.
ko'proq qaysi davlatlardan bizning vatandoshlarimizga, migrantlarimizga xayrixohlik bildirilyapti? Hurmatli prezidentimizni yuritayotgan siyosatlaridan butun dunyo xabardor va mana shu siyosatni qo'llab-quvvatlovchi demak davlatlar bizaga o'z eshiklarini ochyapti desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana hozirgi kunda Germaniya tomonidan demak hamshiralik bo'yicha turli kasblar bo'yicha qabullar davom etyapti. Ya'ni bu degani o'sha davlat tibbiyotiga kirish degani bu katta ishonchda birinchi navbatda. Bu ham mana shu men o'ylaymanki bizning siyosatimizga, bizning davlatimizga bo'lgan demak e'tibori shunchalik yuqoriligidan demak aynan O'zbekistondan malakali o'sha mutaxassislarni olib ketishga bular azm qilgan, jazm qilgan. Ya'ni shu uchun ham men o'ylaymanki juda ko'plab hozir davlatlardan takliflar tushyapti. Mana Qatardan, Germaniyadan, Angliyadan, hattoki mana juda ko'plab davlatlarni misol keltirish mumkin. Slovakiya, Bolgariya, Latviya, Gruziya davlatlaridan ham takliflar kelyapti va albatta qanaqa taklif bo'lishidan qat'iy nazar biza qanaqa sharoit yaratib berishi, demak oylik maoshlari eng asosiysi mana shu ishsiz yurgan fuqarolarimizga, ular hammasi ham yurtimiz, shularga qanaqa sharoit yaratib beradi. Birinchi o'rinda shu. Yaxshi sharoit yaratib bergandan so'nggina biz oylik maosh haqida demak muzokara olib boramiz va shu muzokaralardan so'ng demak shartnomalar imzolanadi va fuqarolarimizni chet davlatga yuborish jarayoni boshlanadi. Nozima Xoliqovaning 70 dan ortiq ilmiy maqolalari, 4 ta darslik, 6 ta o'quv qo'llanmalari, mualliflik guvohnomalari xalqaro va respublika nashriyotlarida chop etildi. 30 dan ortiq magistratura va tayanch doktorantura tadqiqotchilariga ilmiy rahbarlik qilib kelmoqda. U 2023-yilda Buyuk Britaniyaning Portsmouth universitetida boshqaruvni rivojlantirish bo'yicha malaka oshirib qaytgandan keyin uning rahbarlik faoliyatida tub burilishlar sodir bo'ldi. U rahbar sifatida ko'plab ijobiy natijalarni qo'lga kiritdi. Nozima Xoliqova hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar va rivojlanishlarning iqtisodiyot, jamiyat, oila va inson faoliyatidagi rolini yaxshi tushungan, intiluvchan, talabchan rahbar. Rivojlanish sari odimlayotgan yurtimizda Nozima singari rahbar ayollarning borligi esa yurtimiz kelajagi uchun nihoyatda muhim sanaladi. Nozimaxon, agar ayolning oilasi tinch bo'lsa agar, u bemalol jamiyatda bir erkin faoliyat yurita oladi. Bu borada sizga qanaqa bir sharoitlar yaratilgan? Mana ham ilmiy yo'nalishda, ham bu yerda mehnat qilasiz. Albatta har bir jarayonni, ishni o'zini qiyinchiligi bo'ladi. Rahbarlik jarayonida ham shunaqa nimalar kuzatiladi, lekin bizning oilamizda bu bo'yicha barcha sharoitlar yaratilgan, ya'ni ko'nikma shakllangan. Endi 5 yil davomida mana oxirgi shu rahbarlik lavozimida faoliyat yurityapman. Demoqchimanki, o'sha ko'nikma shakllanib bo'lgan, bu bo'yicha qo'llab-quvvatlanadi oila a'zolarim tomonidan ham. Hatto farzandlarim ham 2 nafar o'g'lim, ularga ham shu narsa ko'nikma hosil bo'lgan. Demak, qanaqadir muammolari bo'lsa, bemalol ishxonamga ham kelib, mana shunaqa holat bo'lyapti, yordamimiz kerak deb nima qilishadi yoki mana o'zim ham ota-onalar yig'ilishi deymizmi, borib turaman, bora olmasam mana demak o'qituvchisi bilan gaplashib, kelishib, nima qilib olamiz, shunaqa kechroq bo'lsa ham yetkazadi menga ma'lumotlarini. Demak, bu bo'yicha ham maksimal darajada albatta oila a'zolarim qo'llab-quvvatlashadi. Lekin baribir ham insonni o'ziga bog'liq ekan ko'p jarayonlar. Demak, qancha qiziqishi bo'lsa shu sohaga, demak shu sohani rivojlantirish ham o'shancha darajada yuqori bo'ladi. Demak, men shu sohaga hozir qiziqishim juda ham yuqori. Har xil demak yo'llarni, masalan, qanaqa ish beruvchilarni topish mumkin, qanaqa qilib yaxshi tartibli, yanada yaxshi sharoitlar qilish mumkin bo'yicha ham demak muzokaralar olib boraman, harakat qilaman astoydil. Va mana yaqinda Moskvaga ham borib qaytdik. U jarayonda ham bir qator demak ish beruvchilarga topshiriq qo'yib chiqdik-da, shunga hamkorlar, bu yerda boshqa viloyat vakillari ham shunaqa bir nima qilishdiki, bu darajada ko'p talab qo'yishga bizning vakolatimiz yo'q, hammasi chegara me'yor jihatdan kelib chiqilishi kerak deb nima qilishda, hatto o'sha nimaga tibbiy nimalar punkt bor, lekin har bitta bo'limida hech bo'lmaganda
tibbiy aptechka deymiz, mana aptechkasi bo'lishi kerak va hokazo shulargacha nima qildikda. Demak, tortishib, tashkillashtirib, o'sha joyda ham qanaqa yaxshi dori-darmonlar bo'lishi kerakligi, tibbiyot xodimlari bo'lishi kerakligi bo'yicha shunaqa talablarni qo'yib, o'sha yerda ham tashkillashtirishga astoydil harakat qildik. Endi bu kichik-kichik detallari bo'lishi mumkin, shartnomadan tushib qoladi, nazardan chetga tushib qoladi, lekin mana shu jarayonlargacha ham migrantlar bilan suhbat qilganimizda ular baribir aytadi, mana bunaqa kamchiligimiz bor, bu yoqda mana bunaqa nimamiz bor va shularga ham yechim topib o'sha joyda hal qilishga harakat qilamiz. Albatta, aksariyat davlatlarda vakolatxonamiz ham bor. Mana shu vakolatxona ham vakolatxona xodimlari, vakolatxona rahbarlari birgalikda ish jarayonida sodir bo'ladigan har qanday muammoni hal qilib berishadi va shu yo'sinda demak hududiy filiallar ham demak murojaatlarni qabul qilib doimiy hal qilishga harakat qilishadi. Mana shu ortga qaraydigan bo'lsangizda, qaysi bir eng baxtli lahzalarni eslaysiz? Albatta, baxtli lahzalar juda ham ko'p. Oila jihatdan mana farzandlik bo'lgan jarayonlarimda ham juda ham xursand bo'lganman. Hozir ham farzandlarim yutug'ini ko'rsam juda ham bir quvonib ketaman. Hatto o'zim erishgan natijalar hozirgi kunda unchalik ko'rinmasa-da, demak farzandlarim natijasidan juda ham xursand bo'laman va bundan tashqari ishim yuzasidan mana davlatimiz rahbari bilan necha marotaba ko'rishgan bo'lsa ham juda ham katta kuch, energiya olaman. Va mana ish beruvchilar tomonidan ham turli mana fikrlar bildiriladi ishimizga nisbatan. Bu ham juda katta motivatsiya beradi. Bu ham bir baxtli jarayonlarimdan biri desam bo'ladi. Bir asar o'qigandim, Eleanor Porterning, demak ingliz yozuvchisi, Pollyanna asari. U asarda mana baxtni inson har bir narsada ko'rish mumkin. Faqatgina uni o'zi yaratishi kerak degan fikr ilgari surilganda, mana shu bir g'oya asosida inson hayotini yashash kerak deb o'ylayman. Har bir narsada baxt mujassam, baxtli lahza mujassam, faqatgina uni ko'ra bilish, bu his etish ham buni o'zi ham bir katta qobiliyat va baxt hisoblanadi. Suhbatimiz oxirida mana shu yurtdoshlarimizga tilaklaringizni bilmoqchi edim. Albatta, barcha yurtdoshlarimga, asosan yoshlarimizga faqatgina ilm olishni, bilim olishda to'xtamaslikni va mana shu bilim ularga nafaqat yangi cho'qqini zabt etish, ya'ni ichki bir o'sishni ham ta'minlab berishini, ya'ni o'zlari tushuna olmaydigan, angla olmaydigan bosqichlarni ham anglatishga yaqindan yordamlashishini va ichki mukammallikka, xotirjamlikka erishishga ham yaqindan ko'maklashish uchun faqatgina o'qib o'rganish, bilim olishdan aslo to'xtamasliklarini bir tilagan bo'lardim. Bu uchun ularga kuch, g'ayrat, doimo omad hamroh bo'lishini tilayman. Nozimaxon Xoliqovani men oilaviy tomondan ham yaxshi bilaman. U kishining turmush o'rtoqlari psixologiya fanlari doktori. Ular olimlar oilasi va xotinning bir-birini juda ham yaxshi tushunishiga ba'zida xursand bo'lamiz, chunki rahbar ayollar uchun juda ham katta bir muammo borda. Mehnatdagi mas'uliyat bilan oiladagi mas'uliyatni teng olib borish muammosi. Va Nozima mana shu oilasida 2 nafar o'g'ilning onasi, ularning o'qishiga, ularning bog'chaga borib tarbiyalanishiga ham juda ham katta e'tibor beradi va shu bilan birgalikda otasi, onasi, qaynona, qaynotasining ham xizmatida bo'lib, ularning ham duolarini olib kelayotgan bugungi zamonaviy rahbar ayollardan deb hisoblayman. Muhtaram yurtdoshlar, shuning bilan ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini yakunlaymiz. Qahramonimiz Nozima Xoliqovaning bundan keyingi ilm-fan rivoji va yurtimiz farovonligi yo'lida olib borayotgan ishlariga ulkan omadlar tilab qolamiz. Xayr azizlar, salomat bo'ling.